Bu ko'p homiladorlikdan keyin uchraydigan muammo ayollarda o'sha diastaz muammosi. Diastaz o'zi nima deganda qorin bo'shlig'idagi muskullarning ikkiga ajralishi hisoblanadi. Ko'p ayollarimiz diastaz borligini bilib bilmasdan har xil mashqlar qilishi yoki qorinni kirgizaman deb qanaqadir dietalar qilishadi, lekin diastazni ketkazmasdan, ya'ni shu qorin bo'shlig'ining muskullarini ajralib qolgan muskullik birlashtirmasdan turib hech qanaqa qorin kirmaydi. Hozir bu bo'yicha biz darslik qilamiz. Kerakli joylarini sizlarga taqdim qilamiz. Ближе уже головка к поджелудочной у нас идет уже проблема, спазм есть. Spayka bor. Bu o'sha diastaz ochilganda ko'p ayollarimizda matka opusheni bo'ladi, ya'ni matka tushishi kuzatiladi. Matka tushgandan keyin o'sha siydik usholmaslik, qanaqadir hayz vaqtida og'riqlar, hayz sikli buzilishlari ko'p kuzatiladi. Visceralniy massaj orqali, mana misol uchun bizani sentrimizda o'tkaziladigan muolaja orqali matka ko'tariladi, diastaz yopiladi. Buni qilinadigan o'zining muolajasi bor. O'zi asli mashqlar qilib ham oylar davomida yopish mumkin diastazni. Lekin biza o'tkaziladigan muolaja orqali diastazni kamida 1 oy davomida polni yopib beriladi. Polni yopib beriladi degani qanaqa? Misol uchun 1 barmoq bo'lsa yopiladi, 2 barmoq bo'lsa 1 barmoqga keltirib beriladi yoki bir xilada umuman yopilib ketgan holatlari ham kuzatiladi. Uning uchun bu yoqda kelib hafsala bilan qatnashish kerak bo'ladi. Bu 100% natija beradi.